sahobalar Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning tashqi ko'rinishi haqida nimalar deyishgan? Mana shularni o'qigan bo'lamiz. Ummu Mubit Payg'ambarimiz hijrat qilganida mana shu ayolning chodiriga to'xtagan edi yo'lda. Va Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni u ayol qanday sifatlagan edi? Payg'ambarimiz haqida Ummu Mubit shunday deydi: U zot g'oyat ko'rkam, yuzlaridan nur yog'ilib turuvchi, go'zal xulqli, boshi va qornini na kattalik va na kichiklik bilan ayblab bo'ladi. Husndor va go'zal. Ko'z qorachig'i ham tim qora. Kipriklari uzun, ovozlarida biroz mayinlik bor. Bo'yni salgina uzun. Ko'zining oqi tiniq oq. Qoshlari kamon, sochlari qop-qora. Sukut saqlaganida viqor, so'zlaganida esa ko'rkamlik balqib turadi. Uzoqdan qaraganda g'oyat kelishgan va ko'rkam, yaqindan ko'rganda g'oyat go'zal va yoqimli. So'zlari shirin va dona-dona. Sergap ham, kam gap ham emas. So'zlari xuddi ipga terilgan munchoqdek. O'rta bo'yli, ko'rgan kishi na pakana va na darroz deb ayblay oladi. Yonida hamrohlari ham bor. Ular uning so'zlariga jim turib quloq solishadi va buyruqlarini bajarishga oshiqishadi. Ular uning amriga muntazir bo'lib, yonidan nari ketishmaydi. U qovoq uyuchi ham, birovni kamsitish ham emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning eng yaqin sahobasi Ali ibn Abi Talib roziyallohu anhu shunday deydi: U zotning bo'ylari o'ta uzun ham, o'ta past ham emas, o'rta bo'yli edilar. Sochlari o'ta jingalak ham, o'ta silliq ham emas, jingalaklik va silliqlik o'rtasida edi. Badanlari semiz ham, yuzlari go'shtdor va dumdumaloq ham emas edi. Yuzlari biroz dumaloqlikka moyil, tiniq oq edi. Ko'zlarining qorachig'i tim qora, kipriklari uzun, yelka va bo'g'in suyaklari katta. Ko'kraklaridan qorinlarigacha mayin va ensiz tuk bilan qoplangan. Badanlari jundor emasdi. Oyoq qo'llari zalvorli, yurganda xuddi qiyalikdan tushib kelayotgandek salobat bilan yurardilar. O'girilib qaramoqchi bo'lsalar, butun gavdalari bilan burilar edilar. Ikki kiftlari o'rtasida payg'ambarlik muhri bor edi. U zot oxirgi payg'ambar edilar. U zot g'oyat qo'l ochiq, nihoyatda jur'atli, o'ta rostgo'y, ahdiga vafodor, xulq-atvori muloyim, o'ta samimiy inson edilar. Maslab ko'rgan kishini haybatlari bosar. Yaqindan tanigan odam esa u kishini yaxshi ko'rib qoladi. U zot haqlarida so'zlagan odam men u zotdan avval ham keyin ham u kishiga o'xshagan kishini ko'rmadim dedi. U zotni ko'rgan, u zot bilan birga yashagan kishilar payg'ambarimizga shunday bir ta'rif berishyapti. Anas ibn Malik roziyallohu anhu kichkinaligidan Rasulullohning xizmatini qilgan. U kishi aytadi: Rasululloh keng yelkali, tiniq rangli edilar. Ranglari juda oq ham, qora ham emas edi. Baro roziyallohu anhu aytadi: Xushqad, keng yelkali edilar. Sochlari quloqlarining yumshog'iga yetar edi. Men u zotni qizil pullada, qizil kiyim